Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Xudo xolasa Quyosh bobo mana shunaqa charaqlab chiqib turgan kunlarda yangi qurilayotgan masjidimizni bugun Xudo xolasa mana qamal toshini qo'yib eng birinchi mana shu steyashkasini quyiladi. Mana shu steyashkani quyilishiga o'z hissasini qo'shaman degan insonlar uchun masjidimiz darvozasi ochiq. Bemalol kelib qo'yaverasizlar, mana shu hasharda qatnashib qo'yaverasizlar. Oldi odam kelib mana Xudo xolasa harakatda mana shu steyashkani ustini tekislab turgan usta kerak. Xohlovchilar kesayni bemalol. Mana hozir tayyor mikserda beton keladi. O'sha yerda ustalar tayyorlashyapti, guvlat quyiladi. Fayzullo ham sheydalar, xizmatdalar mana. Xudo xolasa Fayzullo Samsungda xizmatdalar. Rustam Ali ham sheyda. Ustalar kelib iltimos qilamiz, mana shu tekislab turilsa bo'ldi. Ahmadjon ham sheyda xizmatda. Xudo xolasa shu bugun mana shu 1000 kvadrat steyashkani quyib yuborilishi kerak. Qo'qimboy Xudoybiddiyev Rakasovskiy Budiyon xohlagan insonlar Bo'ston bekorchi ustalardan iltimos qilib qolamiz. Kesayni yaxshi bo'ladi. Masjidimizning eng birinchi mana shu qilinayotgan ishiga o'zingizning hissangni qo'shilib qoladi. Baraka topasizlar Xudo xolasa. Quyosh bobo ham biz rahmimizni yeb, charaqlab chiqib bizga qarab turibdilar, nurlarini sochib, bemalol kelib qo'yadigan joyda do'stlar. Bugun steyashka quyiladi mana shu yerga, go'zal qilib.